Katta o'chog'imiz bo'lardi. Yer o'choq, loydan qilgan. Ashunga to'ldirib o'tinni solib, dadang yaqib berar edi. Yarim o't bo'lardi. Haliginga keyin kartoshkani dumbulni ko'mib qo'yardik. Cho'pda, yog'ochda. Pichoqda bunday qirib turib, uchlik qilib turib, bunday sayib turib, hay o'tga bunday olib kirib turib, bunday ish qilar edik. Tezda pishar edi-da, roman tosirab qo'yar edi. Cho'qqa haligi buyog'idan yog'ochni ushlab olarding, dumbulni uchidan bunday qilib turib, mana ko'rsatay, mariga yog'och chiqardik, aptasha borib turib, uzun qilib. Lekin bunday o't tursa, o'tga bunday qilsa, tosira bo'lib, hamma bodira bo'lib pishar edi. Kulni artib olib ham yo'rardik-da. Hozir Abdullohingizga ayting, yog'ochni yo'nsin bo'lmasa. Abdulloh, senchi o'g'lim, mana jinday yog'ochni, bitta yog'ochni uchini bunday nayzaga o'xshatib uchlik qilsin. Bunday uchlik qilasan. Mana tomoniga, mayog'i tomoniga, orqa tomoniga bunday suqamiz. Suqib turib, hali o'tga jicha ko'mib turib, buyog'ini bunday qilib turib, keyin bunday ish qilaymiz. Ish qila aylantirib o'tamiz. Hamma yo'g'i pishib bo'ladi. Mana. Tuxumni ham ko'mamizmi? Tuxumni ham ko'mamizmi? Ha, tuxumni ham ko'ramiz-da, ko'mamizmi? Qo'rga ko'milgan rosa shirin bo'ladi, kaloriyali bo'ladi. Mana. Ana, bunday qilib, uchli qilib ketyapti. Qani? Yo bo'lmaydi-da. Yo uni Qattona. Uni-chi dumbulni ketiga tiqamiz. Ashti. Shuning uchun uch-uchlik qilish kerak. Abdullo, yog'oching katta-yo. Mana buvam cho'pan yo'nyapti. Dumbulni ketiga tiqish uchun. Orqa tomon. Sen o'zing anaqa qiluvding. Orqa tomoniga desang-chi. Yo'q, men Cho'pan tiqyapti. bu tayyor. Ha, mana tayyor. Mana ketiga cho'pay tiqilgan. Dumbulga jalqi. Orani nima qilsa, mana uni qog'ozga o'rayman. Ha, falga olib ber. Qani falga? Ketmasin o'g'lim tushib. Bu Abdullohga o'yin bo'ldi. Agar ashuni hozir sindiradigan bo'lsanglar, men xafa bo'laman. Sinmaydi bu. Sinmaydimi? Yo'q, ko'tiga chiqyapti. Abdulloh, falgani olib kel, o'g'lim. Qog'ozda Qayerga qo'yding? qo'ydim men qog'ozda. Falgani olib borib qo'ydingmi? Bilmayman, falga qani? Olib kel. Olib kel o'g'lim. Ikkita dumbulni o'raymiz-ku. O'tga ko'mamiz. Keyin talashib qolmaymizmi? Ha. Kimdir yana yegisi kelsa, Yo'q. Kimdir yegisi kelsa qilib yeyveradi o'zi. ha, bu menga, Ha. menga. Buni endi kulturni qilib, haligi kullarni olib yemasdan endi shunaqa qilyapmiz-da endi kuldagidan. Kul bo'lmay pokiza pishadi bunda. Kartoshkani yuvib turib, tuxumni yuvib turib, hammasini yuvib turib, ine falgaga o'radik. Yegisi kelgan odam shunaqa pishirib yesa bo'laveradi. Mana qilib. Ana, ketiga cho'pay tiqilgan dumbulam tayyor. Uni ashi bo'yicha pishiramiz. Kim nima desa desin. Ashir yaxshi.
Endi qo'yda otash kura bor o'g'lim. Qirg'adi qaragina otash kura bor. Buni tanimaydi otash ko'raydi. Otash. Otash degani o't degani o'g'lim. Otash. O't qimchiydi qo'y. Ham kelur. O't. Yanib turarsin. Jildi. Yana ham. Yoshligimizda o't o'ynamas, siyib qo'yasan derdilar, ha bu. To'g'rimi dashi? Yo'q, birisi odamlarni bolalarini o'tdan sal uzoqroq qilish uchun o'ylab topilgan irim-sirim. Oson bo'ladi pishishi. Irim-sirim. Müşteriden beri var uzun işletirsen mi? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Endi kartishkani. Ha. Ben bu oldu. Bismillah. O'ziga pishib qoladi bu. Mana nimada? Ana. Ana ko'mib qo'ydik, bo'ldi shu bo'yicha yarim soat turadi. Soat turadi, shu bilan pishadi. Qizargandan keyin o'zi tasir tusur bo'lib pishaveradi. Qani Abdullo olchi, yechi. Ma. Ochib ko'raveraymi? Yel pishtovadi apki. Kelib piyin. Geçmişte var. Qo'l ochmay turadi. Ushlab beraychi. Yo'q, olsa bo'lar ekan. Ochyapman. Voy, zo'r bo'lib pishibdi. Voy. Birga chiqib olasanmi? Ha. Men tuz olay. A shunday o'rab qo'ysiz olib ketaman. Buni olib ketasan ham biloga yedirib tur, yeb ko'rsin bu. Sen o'zi yeyaver o'g'lim, oling. Mana dum bilan, mana.